Assalomu alaykum barchaga. Bugungi mehmonimiz Smartup va Verifix kompaniyalarining asoschisi, o'zbekistonlik taniqli tadbirkorlardan biri Abduqahhor aka Tashmuhammedov bo'ladilar. Assalomu alaykum Abduqahhor aka. Xush kelibsiz. Rahmat vaqt ajratganingiz uchun. Assalomu alaykum. Sizni eshitib turganimizdan xursandmiz. Gulnoza, zapis yoqildimi? Yoqildi Lala opa. Bugungi suhbatimiz erkin tarzda bo'ladi. E'lon berdik. Savollarni kommentariylarga yozib qoldirgan bo'lsanglar yoki o'zinglar onlayn tarzda qo'linglarni ko'tarsanglar sizlarga mikrofon beramiz, ishtirok etsanglar bo'ladi. Abduqahhor aka bizni birinchi o'sha pivotni qo'llab-quvvatlab ilk podkastlarimizga kelib intervyu berganlar va hozir ularni ishlarida o'zgarishlar, meni bozorga chiqish va boshqa yangiliklar bor. O'sha Abduqahhor akaga o'zinglarni savollaringlarni berishinglar mumkin. Marhamat, Abduqahhor aka, o'zingizni kompaniyangiz haqida va biroz tushuncha berib o'tib ketsangiz agar odamlarga bizani podkast intervyuni ko'rmaganlar bo'lsa, marhamat. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Hammaga assalomu alaykum. Ismim Abduqahhor. IT tadbirkorman. Bir nechta muvaffaqiyatli startaplar qilganmiz, lekin undan ko'proq fail deydi inglizchasiga. Undan ham ko'proq faillari asosan bugungi bozorda katta ishlab kelayotgan proyektlarimiz bu Smartup dasturimiz savdo va savdo marketingi sohasida biznesni avtomatizatsiya qilishda yordam beradi. Ikkinchisi bu Verifix proyektimiz. Bu xodimlar bo'limini HR tizimini avtomatlashtirib keladi. Nima desa bo'ladi? Uchinchi endi qo'shimcha sotsial proyekt deymiz o'zimiz uchun. Endi safar qilamiz ko'p do'stlarimiz bilan. Ko'ramiz g'arb davlatlarda bu davlatda rivojlanishida asosan tadbirkorlar o'z hissasini qo'shadi. Bu o'zgarishlarga shuni hisobiga ham biz jamoamiz bilan befarq bo'lmay, davlatimizda qanaqadir joylarda endi kamchilik ko'rsa, korrupsiya ko'rsa harakat qilamiz. Hakaton sifatida, proyekt sifatida u joylarda ham muammolarni to'g'rilashga yordam berishdi. Endi asosiysi endi baribir ko'pchilik Smartup proyekt orqali biladi. Endi o'rtacha bitta har kunlik do'konga kirganimizda shu do'konda kamida 40%, 50-60% mahsulot bizning xizmat orqali yetib boradi. Telekommunikatsiya operatorlarida ishlatib kelishadi, dori mahsulotlarini savdosida va sertifikatsiyasida, avtoehtiyot qismlar distributsiyalarida ishlatib kelishadi. Ko'chada yuradigan va mutaxassisi butun tizimga qo'yish kerak bo'lgan mahsulot desa bo'ladi. Bugungi kunda ishlab keladigan asosiy bozorlarimiz hozir eng asosiy bozorimiz bu O'rta Osiyo va yuqorida o'tganingizdek hozir GCC bozoriga, bu arab bozoriga kirishga tayyorlanmoqmiz va buning uchun hozir investitsiya ko'tarish jarayonidamiz. Xudo xolasa mana shu oralada yengil bo'lib qoladi va shu arab bozorlarida aktivni kirib va o'zimizni o'zbek mahsulotini, dastur mahsulotini olib kirib kelishni boshlaymiz. Rahmat. Smartup va Verifix loyihalari bugungi kundagi asosiy yutuqlari nimada deb hisoblaysiz? Asosiy yutuqlari endi nima deydi? Muvaffaqiyatni otasi ko'p, mag'lubiyat har doim yetim deyishadi. Shuning uchun men nima deganim bilan endi bu yerda asosiy nima deydi, prognoz qilishim mumkin bo'ladigani, bu asosiysi o'ylashimcha bu jamoamiz bozorni yaxshi tushunib, bozorni bugungi kunda muammolarni hal qilishga qo'llablicha.
ishtirok Rahmat. Hozir bizada savol bermoqchi ekan odamlar. Mikrofon beraman. Unical Solutions sizga mikrofon berdim. Savolingizni bersangiz bo'ladi. Assalomu alaykum Abduqahhor aka, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Xo'p, ismim Uchqun, Bito kompaniyasi asoschisiman. Bito ERP avtomatizatsiya bilan shug'ullanamiz. Xo'p, bermoqchi bo'lgan savolim mana shu chiqqan bozorlaringiz va qayerlarda qanaqa uspexlar emas, ne uspexlar haqida aytib bersangiz juda manfaatli bo'lardi. Chiqqan bozorlarimizdagi endi newspech deydigan bo'lsa, endi bu xatolar deyishim mumkin. Boshidan qilmagan xatolarimiz bu bozorga to'liq adaptatsiya qilmaganligimiz bu eng katta xatoyimiz deb o'ylayman. Adaptatsiya deganda bu o'sha davlatda o'zimizni vakillikni ochmaganligimiz, o'sha bozor yaxshilab o'rganmaganligimiz, o'sha bozorni endi biz o'rta va katta korxonalarga mo'ljallanganimizdan hisobiga boshidan shu o'rganmaganligimiz, shu korxona ochib, masalan Qozog'istonga borganda tengida, masalan Qirg'izistonga borganda so'mida, shularga adaptatsiya qilib mijozlardan pul olishni boshlamaganimiz bu katta xatolarimizdan bittasi deb o'ylayman. Bu asosiysi. Keyingisi bu har bitta bozor kirayotganda endi baribir o'zimga yaxshi oxirgi paytda primer olaman, bu desantniy gruppa deymiz. Shu bozor kirayotganda shu desantniy gruppani boshidan qo'ymaganligimiz, shu borib bir nechta odam shu bozorda bir necha oy yashab, butun shu bozorga adaptatsiya qilib ketishi, yordam bermaganligi bu katta faillardan bittasi. Hozir shuni to'g'rilab ko'ryapmiz, o'zgartirib ko'ryapmiz. Qolganlari endi bu mayda-chuyda xatolar, endi bu o'rganiladigan proses davomida. Rahmat katta. Uchqun aka, javob oldingiz deb o'ylayman. Boshqa savolingiz yo'qmidi? Yo'q, rahmat. Baraka toping. Rahmat Abduqahhor aka. Endi Firdavsga berdim mikrofon, gapirsangiz bo'ladi. Qo'l ko'targan ekansiz. Suhrobbek Odilov sizga ham mikrofon berdim. Bersanglar bo'ladi savolingizni. Assalomu alaykum Abduqahhor aka. Menda siz spesifik savol. Biz xudo xolasa o'zi outsource kompaniyada, undan tashqari bitta startap boshlagan edik. Bu rent-a-car sohasiga. Ya'ni boshida men kasb qildim, ya'ni oddiy odamlarni rent-a-car kompaniyalari ichidagi pulni muammolarni o'rganib chiqdim. Hozir uje MVP tayyorlanyapti. Xudo xolasa keyingi oy o'rtasiga uje tayyor bo'ladi. Menda bo'layotgan hozircha noaniqlik deyman. Noaniqlik qanaqa qaysi tarafga qarab rivojlantirishi aniq bilmayapman. Ya'ni rent-a-car sohasini digitallashtirish, ya'ni men pulni pasportdan TNFL boshqa anaqa, ya'ni borsangiz u yerda oddiy rent-a-car kompaniyalarga ular qanaqa qiladi, pasportingizni oladi, yo'q qiladi, tekshiradi. Ulardagi muammo jinoyatchilar yoki boshqa anaqalarni mashina berib yuboradi, yo'q qiladi, shunday muammo bo'ladi. Men uje integratsiya qilib, ya'ni EB bilan integratsiya qilib, qanaqa ma'lumot bu odam to'g'risida ma'lumotlarni olishni yo'lini yo'lga qo'yapman. Depozit misol uchun oddiy rent-a-car kompaniyalarga borsangiz, depozit oladi 2-3 million miqdorda. Juda ham paperwork, juda ham ko'p, manual paperwork. O'sha narsalarni men yuristlar bilan gaplashib, shu paperwork keyin depozit uchun alohida odamlar kelishi, shu narsalarni bartaraf qilgan holda mobilniy приложение qilyapmiz. Lekin menda hozircha rent-a-car kompaniyalar bilan ikkitasi bilan kelishuv qildik. O'sha og'zaki kelishganmiz. Keyingi hafta xudo xolasa hujjatlarga qo'l qo'yishligimiz kerak. Menda bo'layotgan savol, O'zbekiston bozorida men bitta rent-a-car kompaniya bilan gaplashdim. U aytishi bo'yicha car sharing qilgan. Juda ko'p muammolar bo'lgan, ya'ni mashinani olib ketib qolish, yo'q qilish. Menda lekin hozir misol uchun investitsiya ko'taraman desam, mashina yoki parklarga investitsiya ko'tara olmayman. Ya'ni bunda modelim misol uchun peer to peer bo'ladi. Ya'ni oddiy odamlardan olib turib, oddiy odamlarga berish anaqasini qo'shmoqchiman. Yokida bootstrap yo'nalishda rivojlanaymi, shu ikkita yo'nalishdan bittasini tanlay olmayotgan edim.
hamma danlilar, datalar hammasini уже tayyor qilganman. Faqat shu maslahatingiz kerak. O'zbekiston sharoitida birinchi chiqib qolish uchun peer-to-peer model yaxshimi yo bootstrap modelmi? Keyinchalik rivojlanish uchun MVPni chiqargandan keyin ozgina monetizatsiyaga bu yerda endi nima deydi, boya aytganimdek, uspexi formulasi har xilda. Feylniki bitta eng oson yo'li bilan sinab ko'rishingiz kerak. Siz gipotezalarni tez sinab ko'rishingiz kerak. Bu yerda qaysinisi to'g'ri, noto'g'ri degan narsa emas. Даже mana hozir aytib berishingiz bo'yicha juda ko'p narsa chiqib qo'ygansizda. Shuni o'rniga bitta rentekar kompaniya bilan borib turib, gipotezani просто osonroq sinab ko'rganingiz bu o'z uchun foydaliroq deb o'ylayman. Parallelni har hafta yangi gipoteza sinab ketganingiz kutib o'tirmasdan, sababi bizda ko'p qilgan xatolarimiz o'zimizda oldingi bizni klientlarga bunaqa narsa qiziq bo'ladi, klientlarni bu muammosini hal qiladi, bunaqalar bo'lmaguncha klient ishlatolmaydi degan juda ko'p gipotezalarimiz bor va o'zimizdan mahsulotga qo'shganmiz bularni. Bir necha $100,000 investitsiya qilib bu narsaga. Afsuski, bu narsalarni mijozlar ishlatmaydi. Biz mijozlarni o'rniga bu narsa kerak deb o'ylaganmiz-da. Shuning uchun eng zo'ri ikkala gipotezni ham просто sinab ko'rishingiz kerak. Sababi bu men endi rentakar sohasida ishlamaganman, to'g'ri so'zim hali olib ko'rmaganman ham rentga O'zbekistonda mashinani. Shuning uchun bu yerda просто sinashingiz kerak. Ikkala gipotezani ham faqat tezroq, osonroq yo'li bilan xato bo'lsa ham sinashingiz kerak. Tavsiya qilardim, endi o'zbekchaga qilishganmi yo'qmi, kitob bor edi, Sprosi Mamu как degan. O'sha yerda yaxshi rekomendatsiyalar bergan. Qanaqa qilib gipotezalarni sinayotganda qanaqa nima deydi, savollarni mijozlarga berish kerakligini. Lekin bu gipotezalaringiz kichkina bo'lishi kerak-da, katta bo'lib ketib qolishi kerak emas. Bu tugallangan ideal bo'lishi ham shart emas. Oddiy primer oladigan bo'lsa, eslasanglar, iPhone'ni ham endi hozir populyarniy telefonning birinchi versiyasi chiqqanda ko'p narsasi bo'lmaganda bugungi kundagi. O'sha paytda ham chiqarishgan bozorga juda ko'p mahsulotlar bor. To'liq versiyada chiqmagan, keyinchalik o'zini bugungi kundagi holati o'zgargan. Даже populyarni mana ishlatib turgan Telegramimizda bugungi eng populyarniy marketplace degan bo'ladi Instagramda. Bularning ham birinchi chiqqan versiyasi bilan hozirgi versiyasi har xil. Shuning uchun oddiyroq modelda, oddiyroq xatolari bo'lsa ham bor funksiyaldan sinab ko'rganingizni tavsiya qilardim. Sababi vaqt o'tgan sari siz vaqt yo'qotyapsiz, unga qo'shimcha pul investitsiya qilyapsiz, lekin siz mijozlar, haqiqiy pul to'laydigan mijozlarni fikrini bilmagunizcha hamma gipotezangiz bu endi opoq o'tganda bir kun. tushunarli. Bo'lmasa keyingi oy MVPni chiqarganimdan keyin ikkala gipotezani parallelni test qilib ko'raman. Iloji bo'lsa, marketingdagi mana ABC bo'lib olib turib, bitta tipdagi mijozlarga bu model, ikkinchi tipda bu modelni qo'llaganingiz yaxshiroq. Buni boshidan analitikaga ulab turib, sifrlarni ustida yurganingiz yaxshiroq bo'ladi. Tushundim. Bu aytayotgan narsangiz, men gaplashib ko'rdim marketologlar bilan. Ular performance marketingga maslahat berishdi. Ya'ni performance marketingda, ya'ni har bitta, ya'ni bizning mobilniy prilojeniyga kirgan odamlarning soni, sotib olgan odamlarning soni, o'sha narsani analitika qilib, odamlar bilan gaplashib ko'raman produktim to'g'risida, nima qo'shish kerak, nima ayirish kerak. Rahmat katta javob uchun ham, savol uchun ham. Bu yerda boshqa savolingiz yo'qmidi? Abi, chaqirdingizmi? Iloji bo'lsa qanaqa qilib sizni mijozlaringiz sizni ishlatishayotganligini eshitilyaptimi? Endi eshitilyapti Abduqahhor aka. Imkon boricha mijozlaringizni sizni mahsulotingizdan qanaqa foydalanayotganligini va qaysi holatda sizga pul to'layotganligini fiksatsiya qiling. Imkon boricha kimgadir shuni topshirib qo'ymang, sababi siz o'zingiz boshida pivotda butun analitikani ko'rib turishingiz kerak.
kunma-kun. Mhm, mhm. Tushundim. Tushundim Abduqahhor aka. Bo'ldi, unda MVP chiqargandan keyin unda pul analitikani o'zim qilaman. Rahmat katta. MVP chiqargandan keyin emas, imkoni boricha butun sikl davomida faqat o'zingiz analitikaga javob berishingiz kerak. Mhm. Bo'ldi. Tushundim Abduqahhor aka. Abduqahhor aka, menda investitsiya to'g'risida ozgina savol bor edi. Hozir investitsiyani misol uchun qaysi etapda qaysi etapda olgan yaxshi? Ya'ni mindsetsiga, ya'ni hozir как можно быстрее test qildik. Bu narsani test qilamiz, lekin investitsiyani ya'ni cho'zgan ma'qulmi? Men ko'pchilik bilan gaplashyapman. Bu narsa to'g'risida aytishyaptiki, ya'ni mindsetsiga chiqarib oxirigacha olib borib, ya'ni o'sha qiynalganingdan keyin investitsiya ko'tar deyishyapti. Bu hozir siz aytayotgan anaqalarni biz o'zimiz budjetimiz bilan qila olamiz. Lekin investitsiyani o'zi qaysi vaqtda ko'targan ma'qul deb o'ylaysiz? Ya'ni o'sha pul qolmasdan, o'sha hamma narsani test qildingiz, mindsetsiga chiqdi. Imkon qadar cho'zish kerakmi yoki imkon qadar ko'proq tezroq investitsiya ko'tarish kerakmi? Bu sizni ko'proq maqsadingizga bog'liq. Agar keyinchalik o'zingizni venture tomonini ko'rayotgan bo'lsangiz, imkon boricha birinchi pilotni zapusк qilib turib, sraz ko'targaningiz yaxshiroq. Nega buni aytyapman? Bu men xatoyim. Oldindan boshidan ko'tarmay kelganman, o'zimni imkoniyatim bilan chiqaman deb. Endi mana hozir menda tez o'sishimga investitsiya kerak bo'lganda, endi kapitalizatsiyamiz oshib ketib qoldi. Hozircha o'rtacha $30 million baholanyapti. Bu bizga etapni sekinlashtiryapti. Sababi уже qotib ketib qolganmiz bozorga arzonroq berish uchun. Bu жалко deydi ruschasiga. Shuning uchun birinchi gipotez tekshirib turib, gipotez ishladimi, topib oldingizmi, kichkinagina product market fitingizni tezroq olganingiz yaxshi. Imkon boricha o'zi to'g'ri fikrni qo'yib olish kerak. Bu siz startap qilayotganda nima tayyorlayapsiz? Bu o'g'il katta qilyapsizmi yoki qiz o'stiryapsizmi? Masalan, o'g'ilni o'zingiz bilan olib qolasiz, hamma kamchiliklariga chidaysiz. Qiz qilsangiz, bu uzatib olishga tayyorlaysiz. Bu siz exit deganida. Agar siz o'zingizga exitni maqsad qo'ygan bo'lsangiz, bu xuddi qiz o'stirgandek tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Butun hamma kuchingizni berasiz. Investor kirgandan keyin sizga eng kattakon beradigan narsasi уже sizga maslahat bera oladi. U sizga pul beradi. U sizga mijozni topishga ham agar smart bo'ladigan bo'lsa, yordam beradi. Networking sababi bilan o'zini pulini to'g'ri ishlashga harakat qiladi va sizni har doim tonusda ushlab turishga harakat qiladi. Sababi siz отчет berishingiz kerak, tezlashishingiz kerak, dam olishga imkoniyatingiz bo'lmaydi. Bu degani siz tezroq natijaga olib kelishga yordam beradi. Tushundim. Rahmat Abduqahhor aka. Rahmat savol uchun ham, javob uchun ham. Zo'r o'xshatish bo'ldi Abduqahhor aka. Bizda yana startaperlar bor. Bu yerda Marjon startapini egasi Fuqat aka Nurimovga mikrofon berdim. Qo'l ko'targan ekanlar. Assalomu alaykum. Savol bersam bo'ladimi? Marhamat. Abduqahhor aka, yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Xo'p, mikrofon uchun rahmat, Laylo. Mani savolim shundan iboratki, Abduqahhor aka, bugungi produktingiz hozirgi holatida ko'pchilikka tanish, ko'pchilik taniydi, lekin yaqin bir 5 yildan keyin yoki undan ham qisqaroq muddatda biznes modelingiz o'zgarib ketishini, qanchalik o'zgarishini tasavvur qila olasiz? O'zgarsa qaysi tomonga o'zgaradi? O'zingiz qanaqa ko'ryapsiz? Qo'shiladigan bir 3, 4, 5 ta yangi yo'nalishlar yoki sizga asosiy foyda olib keladigan yana bir katta bir 2-3 ta yo'nalish mana направление bizga qo'shiladi, asosiy foydamiz u yoqdan keladi deb sanab bera olasizmi? Chunki bozor juda tez o'zgaryapti. Biznes modellar ham bugun sizga asosiy foydangizni olib kelgan yo'nalishingiz ikkilamchi, uchlamchi o'ringa tushib qolishi mumkin-da, qanchadir muddatdan keyin. O'shaning uchun mana shu narsalarga hozirdan ustida ishlayotgan bo'lsangiz kerak. Hoynahoy
keyingi yo'nalishinglar, keyingi qadaminglar to'g'risida ma'lumot bera olsangiz xursand bo'lardik. Assalomu alaykum. Bu bo'yicha agar ishlamasa ertaga o'zimizni ko'mishimiz kerak bo'ladi. Sababi biznes o'sgan sari, startap o'sgan sari o'rtacha yiliga 36% o'sib hozir. Yangi challenge'lar siz oldingizda turadi va ambitsiyalaringiz o'sgan sari kechagi qilayotgan natijalaringiz sizni уже qondirmay qo'yadi. Yangi va kattaroq imkoniyatlarni olasiz. O'sganingizdan keyin yana sizda nima imkoniyatlar paydo bo'ladi? Уже ko'proq narsani ko'rasiz, ko'proq imkoniyatlarni ko'rasiz. Что sizda oldin bunaqa foyda topgan bo'lsangiz, doxod topgan bo'lsangiz, уже yangi imkoniyatlarni ko'rgandan keyin modelni o'zgartirish va hamkorliklar qilish xohishlari paydo bo'ladi. Hozirgi paytda ba'zi o'rtoqlarimiz bilan, ba'zi raqobatchilarimiz bilan переговорlar ketyapmiz. Bitta yangi, kattaroq modelga o'tishga. Endi bu oson ish emas. Lekin hozir переговорlar ketyapmiz. Marketplace, mana nima deydi, рассрочка deydimi? Рассрочка modelini yasashga, tranzaksion modelga o'tishga va shunga o'xshagan bir nechta spiskalarda anaqa chek-listlar bor, hammasini ustida ishlayapmiz. Qayerdadir bu boyagi aytganimdek raqobatchilar bilan уже birlashishga to'g'ri keladigan joylarga yaqinlashyapmiz. Balki birlashish kerak bo'ladi. O'zbekistonda, O'rta Osiyoda, balki arab davlatlarida buni qilamiz. Qayerdadir katta xalqaro institutlar bilan уже qanaqadir переговорlar o'tkazish kerak bo'lyapti. Endi kelajakdagi 5-10 yildagi o'zimizni ko'rayotgan yo'nalishga ketishi va qisman biznes modellarni sekin o'zgartirib boryapmiz. Sababi boy aytganingizdek bozor o'zgaryapti, bozor imkoniyatlari o'zgaryapti va oxirgi Coviddan keyin уже insonlar sifrizatsiyaga polniy o'tgandan keyin, qisman AIga o'tgandan keyin va O'zbekiston va O'rta Osiyo bozor raqobat oshib borgandan keyin уже ko'proq moliyaga ahamiyat beradigan bo'lyapti. Shu tomonlarga fintech tomoniga desa ham bo'ladi. Keling, kelajakda o'tishni ko'ryapmiz. O'zimizni hozirgi modelni kelajak 5 yilda o'ldirib bozorda boshqatdan yangi model bilan tirilish deydimi, shuni harakat qilamiz. Rahmat katta. Furqat aka, boshqa savolingiz yo'qmi? Biz chatga ham kommentariy ochib qo'ygandik. Abduxor aka savollar jo'natishyapti. So'rashyapti, startapda komanda qanday quriladi degan savol bo'libdi va startap qurish uchun asosan nimalarga e'tibor qaratish kerak va nima uchun deb savollar berishibdi. O'sha pivotda ishtirokchilar, followerlar shunaqa savol qoldirishibdi. Deydi, bu qiyin savol, og'ir savol. O'zbekistonda startapda komandani endi bu founder to'g'risiga ketayotgan bo'lsa, bu boyagi aytganimdaki uylangandaki, turmushga chiqqandaki qilish kerak. Sababi siz ertaga bu insonni yengillikcha haydab yubora olmaysiz, chiqarib yubora olmaysiz. Shuning uchun qilayotganda, ish boshlanayotganda agar bu boyagi aytganimizdek founder sifatida, co-founder sifatida bo'layotgan bo'lsa, hamma kelishuvlar, kim nimaga javob beradi va oraliq natijalarni qanaqa qilinadi degan narsalarni yozib olgan yaxshiroq. Договориться берега deyishadi rus tilida aytganda. Undan keyin ish boshlagan yaxshiroq. Sababi busiz ertaga pul paydo bo'lganda har xil bahslar, tushunmovchiliklar paydo bo'ladi. Yana ikkinchi narsasi, ko'pincha esdan chiqib qoladigan xayrlashuv deydi-yu, ajrashuv kuyi qanaqa bo'ladi? Ajrashayotganda, biznesdan kimdir chiqib ketayotganda qanaqa chiqib ketadi? Startap o'sib borayotganda holatlar qanaqa chiqib ketadi?
investitsiya ko'tarilganda qanaqa chiqib ketadi, bu narsalarni oldindan yozuv chizib olish kerak. Bu bo'yicha o'ylayman internetda yetarlicha ma'lumot bor. Man hech qanaqa yengillik yasolmayman. Ikkinchisi, bu yerda jamoa olayotganda, endi bu yerda jamoada baribir SEOni kulturasidan kelib chiqqan holda jamoa yig'iladi. Sababi birinchi o'rinda siz asosiy umringizni kimlar bilandir o'tkazganingizdan keyin shu odam bilan umringizni o'tkazishga tayyormisiz, yo'qmi degan narsaga rozi bo'lishingiz kerak yoki xayrlashishingiz kerak bo'ladi bu odam bilan. Sababi bu eng восстановить qilinadigan narsa bu umr bo'lgandan keyin oilangizdan ko'p shu odam bilan vaqt o'tkazadigan bo'lsangiz, qanchalik stoyt shu odamga umringizni yetkazishingiz. Jamoa kirib kelayotgan odam energiya olib kirib kelishi kerak, energiya olib chiqib ketish kerak emas jamoadanda. Sababi ko'p hollarda ko'ramiz, jamoada odam bor, vроде hammasi zo'r, lekin jamoani energiyasi imkon bo'lsa bunaqa qanchalik zo'r bo'lmasin, energiyali odamdan tezroq xayrlashgan yaxshiroq. Rahmat. Keyingi savolda startap qurish uchun asosan nimalarga e'tibor qaratish kerak degan narsa bo'libdi. Bu bo'yicha o'zi hozir prezentatsiya tayyorlayotgan edim. Kichkinagina material qilib chiqaramiz. Xudo xohlasa kanallarda ham. Eng kattakon muammo bizani bozordagi bugun startap qilayotganlarda bu tajribasiz, bozorning muammosini ko'rmagan holda startap yaratishga harakat qilyapti. Agar Yevropani tajribasini oladigan bo'lsa, Yevropani tajribasida o'rtacha 32 yoshdan 42 yoshgacha bo'lgan yoshda startap asoschilarning yoshi shunaqa yoshga to'g'ri kelar ekan. AQShda ko'proq успешный startaplar to'g'risida gap ketyapti, muvaffaqiyatli startaplar. Undan keyingi anaqada AQShga oladigan bo'lsa, bu yoshlar sal yuqoriroq ekan, 40 dan 50 yoshgacha ekan. Bizani O'rta Osiyodagi startap qilayotganlarni o'rtacha yoshi bu 18 yoshdan 28 yoshgacha ekan. Bu yerda ham ko'proq 30 yoshga olib chiqib qo'yayotgani bu Qozog'istonda ko'proq bo'lyapti bu narsa. Qozog'istondagi startaplarning yoshi kattaroq bo'lgani hisobiga baland bo'lyapti. Masalan, bizda bu 18 dan 24 yoshgacha tushyapti O'zbekistonni muhitiga olganda. Shuning uchun o'zi imkon bo'lsa, mani tavsiyam bo'lardi, qaysidir korxonaga ishlab turib, ozgina tajriba yig'ib turib, startap qilinadigan bo'lsa, bu ko'proq muvaffaqiyatga olib keladi deb o'ylayman. Bu meni subyektiv fikrim. Sababi necha davlatda startap pitchlarga borgan bo'lsa, ko'rgan bo'lsa, har xil anaqalarda qatnashganda ko'rgan bo'lsa, bu asosan insonlar bir nechta yig'ilgan jamoa, birga ishlagan yoki birga ishlamagan 5-10 yillik tajribasi bor kamida, qaysidir sohada o'sha yerdagi muammoni ko'ryapti, o'shani muammosini yechyapti va shuni startap qilib pul topyapti-da. Shu modelga o'tilgani yaxshi bo'ladi. Birinchisidan insonni o'zi qaysi bir korporativniy mirga kirganda, dunyoga kirganda, u yerda qanaqa ishlash kerak, qanaqa отчет topshirish kerak, nima to'g'ri, nima noto'g'ri, nimalar analiz qilayotganda, bozor o'tganda ahamiyat berish kerak degan narsalarni o'rganish osonroq bo'ladi. Ikkinchisi, startap qilayotganda uje mijozlarini yaxshiroq bo'ladi. Bu menda subyektiv fikr. Bu degani yosh bo'lib turib, tajriba bo'lmasdan qilib boshlab bo'lmaydi degani emas. Endi bu qanchalik siz ishonasiz shu narsani yurib ketishiga degan narsaga agar 100% ishonsangiz, bozori bo'lsa qilish kerak. Lekin ko'p holda dunyoda ko'rib ko'ryapmiz, bu tajribasi bor qaysi sohada insonlar muammoni hal qilishyapti va shu startaplar muvaffaqiyatli bo'lyapti. Shuning uchun tavsiya qilardim ishlab tajriba olishni. Rahmat javobingiz uchun. Qolganlar ham qo'l ko'tarib savol bersanglar bo'ladi. Mikrofon beraman. Ungacha o'zim so'ramoqchi edim. Abduqohir aka, mana o'sha gaplashganimizdan beri hozir MENA bozoriga, arab bozoriga chiqishga harakat qilyapmiz dedingiz. Ularni bozoriga chiqish uchun qanday tayyorgarlik qilyapsizlar? Masalan, madaniyatni o'rganyapsizlarmi yoki iqtisodiy jihatdan yoki sotuvda qanday farqlari borligini qanday research qilyapsizlar? O'rganib chiqish jarayoni haqida ham aytib keting.
Bugungi kunda oxirgi Ramazon oyidan oldin Saudiyaga borib 3 oydan oshiqroq yashab keldim. Nima qanaqa ishlayapti bozor? Endi men deganda ko'pchilik Dubay deydi, adashtirar ekan. Juda ko'p qanaqada misolda juda ko'p ko'rdik. Arab bozori desa hamma uchun Dubay bo'lib qo'ygan, lekin aholi sonini oladigan bo'lsangiz, bu Saudiya Arabistonini asosiy bozor desa ham bo'ladi. Sababi ko'p ishlab chiqaruvchilar va aholi soni kattaroq. Hamda endi baribir bu arab bozori deganingiz bilan ham ish boshlaganingizda bitta bozorga kirasiz, ikkinchi bozor ham bor buni oldida. Ketkazganingizda marketingga o'zingizni kuchingizni jamoani yig'ganingizda eng qiyini siz u yerda qarshilikdan o'tib olishingiz kerakda. Xuddi inersiya fizika qonuniga nisbatan qarshilikni kamaytirib olishingiz kerak. Shu vaqtga kichkina bozorda ham, katta bozorda ham ko'p holda bir xil kuch ketkazasiz. Bir xil kuch yetkazgandan keyin endi bu yerda GCC bozorini oladigan bo'lsa, endi Maynanikida endi bu Eron anaqa nima deydi, Misr ham bor. Endi Misrni hisobga olmaydigan bo'lsa, arab bozorida sababi u yerda valyuta nestabilniy bo'lgani hisobiga endi ko'proq GCCda stabilniyroq. Saudiya Arabistoni o'ta tanladi biza shunga nisbatan. Kirganingizda birinchi sabab bozor o'rganasiz. Sababi baribir u yerda shunchalar boshqa bir necha yil davomida davlat yopiq bo'lgan, qanchalik puli ko'p bo'lmasin, borib yashashingiz kerak, o'sha yerda korxona ochishingiz kerak. Korxona ochganingizdan keyin u yerda imkon bo'lsa o'zi tavsiyalar orqali yurganingiz yaxshiroq. Biz hozirgi paytda o'zimizda qilayotgan narsamiz bu yerda O'rta Osiyodagi mijozlarimizni bu yerdagi hamkorlari bilan tavsiyalar orqali uchrashuvlar belgilayapmiz. Bu ancha osonlashtiryapti va ishonchni bildiryapti. Nega tavsiya kerak deganda, to'g'risini aytaman, Saudiya Arabistoniga borib ko'pchilik bilan gaplashganda O'zbekiston nimaligini, qayerdaligini bilmayapti. Endi faqat Buxoro, Samarqand tez bilyapti. Shuni hisobiga ishonch, kredit доверие deydi-ku, hali juda past. Bozor ochiqligi, shaffofligi qay darajada? Masalan, monopoliya jihatdan yo boshqa bizda bor muammolar ularda ham bormi? Masalan, bizning bozorda. Bizani bozor bilan solishtiradigan bo'lsangiz, endi bu biza o'zimizni soha bo'yicha ayta olmayman. Sababi boshqa sohalarga unaqa ichiga kirmaganimizni hisobiga endi nimadir gapirsam noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. FMCG sohasi, distributsiya sohasi bir necha yil orqaroqda olib ketyapti. Bir necha yil deganda 10 yillar bizda oldin qilingan narsaga. Bozori, Saudiya Arabistonining bozori ochilishi boshlaganiga 3-4 yil bo'ldi dunyoga. Shuning uchun hali ko'p protseslar o'zini joyiga tushmagan. Qiyinchiliklar bor bu yerda. Oddiysi mana hozir bu yerda korxona ochish harakatidamiz, уже 3 oy bo'lyapti hali protsesda. Bozor tez o'zgaryapti. O'zgarayotganini hisobiga ham kechagi bo'lgan haqiqat bugunga to'g'ri kelmay qolgan hollari ham bor. Uchinchisi, bu yerda odamlarni juda shoshmasligi. Shoshmasligi deganda siz bilan uchrashuv belgilaydi, lekin kelmay qolishi ehtimoli ham bor. O'zini anaqasida aytganda, inshaalloh deydi, kelmaydi uchrashuvga. Yoki izdan chiqib qoladi, yoki yana boshqa nimadir sabablar bo'ladi. Bu keyingisi bu til masalasi. Endi men necha marta Saudiya Arabistoniga borgan bo'lsam, bundan oldinlar endi biznes bilan emas, turizm desa bo'ladi endi. Shu bilan borganda ahamiyat berilmagan ekan. Ingliz tili juda ham tarqalmagan. Ko'p sloyda bu ingliz tili zo'r emas, arab tili bu asosiylardan. Shuni hisobiga buni ham hisobga olish kerak. Arab mutaxassisi yoki arab tilini o'zinglar bilishinglar kerak yoki o'ttiga hamkorliklar bo'lishi kerak, arab tilini yaxshi biladigan. Shunisi endi bu hamma bozorga bog'liq, sabr kerak bo'ladi.
Endi yana bitta narsani bir o'zimda blogimda ham post yozib ketgan edim. Bozor tanlayotganda nega arab bozoriga chiqmoqchisiz degan savolga ham javob berishingiz kerak. Agar sizga arab bozori qiziq bo'lmasa, qanaqadir maqsadlarga nisbatan Amerikani tanlaganingiz yaxshiroq bo'ladi. Sababi bozor o'zi kattaroq. U yerda bozor уже ko'p texnologический va protsessor tomonidan уже pishib tayyor bo'lgan. Lekin to'qnashadigan qiyinchiliklaringiz bitta Amerikada bu vaqt uchib borib kelish bo'lsa, Saudiyada protsessor tayyor emasligi, odamlar tushunchasi tayyor emasligi, tashqaridan kelgan odamga qiyin qarashi, bu prosesslari bor. Hayotda olsangiz, Amerikada ham, Saudiyada ham yashash qiymati, qimmatligi bir xil. Shuning uchun arab bozorini tanlayotganda o'ylash kerak, siz nima olasiz bu yerdan deganda. Startapingizni kapitalizatsiyasini oladigan bo'lsangiz ham, AQShda kapitalizatsiya ancha balandroq bo'ladi arab bozoridan ko'ra. Bu faktor ham bor. Endi ko'pchilik arab bozori yaqinroq ketishyapti, lekin bir nechta biladigan ukalarimiz, o'zining startapini, do'stlarimiz ham Amerikada harakat qilishyapti. Shuning uchun bu faktor hisobga olish shart deb o'ylayman. Rahmat katta. O'zbekiston bozorida sizlarda raqobatchilar mavjud. Otabek Esonov, assalomu alaykum, shu yerda ekanlar. Mana sales doktor. U arab bozorida raqobat qanchalik mavjud ekan, aynan sizlarning sohangizda? Bizani sohada hozircha o'rganganimizda unaqa katta emas. Nafaqat bizning sohada, ko'p sohalarda, balki bir xil sohalarni o'zi ham yo'q u yerda. Bizadagi muammolar yo'qligini hisobiga u yerda ba'zi startaplarni keragi ham bo'lmay qolgan. Ba'zi muammolarni o'sha yerda ishlab turgan agregatorlarning o'zi hal qilyapti. Lekin asosiy bizning o'zimizning sohani aytadigan bo'lsak, kuchli emas, bor. Sababi bugungi kunda ishlab kelyapti bozor. O'ylaymiz, xudo xolasa, bu qiyinchiliklarni bozorni tarbiyalagan holda deymiz, endi u o'rgatgan holda kirib kelamiz. Rahmat katta. Chatdagilarda savol bo'lsa, bemalol berishinglar mumkin. Mikrofonlarni yoqib qarab turibmiz. Bemalol qatnashishingiz mumkin. Abduqahhor aka, mana O'zbekistonda 17 yildan ortiq tajribangiz bor. Hozir ko'pchilik startaperlar bilan gaplashganda kamroq vaqt sarflab, tezroq natijaga erishishga harakat qilishadi. Siz mana shu katta kompaniyani qurishda mana shu beriladigan vaqt, imkoniyatlarni qanchalik darajada bo'lishini ayta olasizmi? Masalan, startaperga qancha investitsiya qilish kerak shu proyektiga muvaffaqiyatga erishish uchun? Bu startapchi o'zini proyektiga shuncha to'liq yashamasa, ishlayotgan asosiy jamoasi buning ichida to'liq yashamasa, bu ochiqdan ochiq fail bo'ladi deb o'ylayman. Keyingisi bu даже o'sha co-founderlarni olayotganda ham to'g'ri tanlab olish kerak, boyga kelgandaki, sababi nafaqat bu o'sayotgandagi muammolarga taqaladi, agar investitsiya ko'tarish vaqti kelganda ham, savoli kelganda ham bu muammoga 100% to'qnashiladi. Sababi investor savol beradi, katta bilindiki, bu o'tirgan odam nima bilan shug'ullanyapti? Siz aytsangiz, bu bunaqa taniqli odam, bu bunaqa shu sohani ichida yashab yurgan desa, oddiy savol beradi. Nima qilyapti bu yerda deydi, senga nima olib keladi deydi. Shuning uchun imkon boricha sshu proyekt ichida yashaydigan odam bo'lish kerak, agar bu co-founder bo'lsa, yoki investorni qatorga tiqib qo'yish kerak. Lekin shu boshida 20% dan ko'pini investorga berib yuborish bu xato bo'ladi. Bir nechta do'stlarimizda bu tajriba bo'lgan. Endi pul topolmagandan katta dolyani berishga, korxonaning qismini berishga to'g'ri kelgan va bu ertaga motivatsiyani yo'qolishiga olib kelgan. Rahmat katta. Bu yerda savollar berishmoqchi ekan. Aladin degan yigit hozir menga lichkamga yozibdilar.
Qo'linglarni ko'tarsanglar, men ko'rib mikrofon beraman. Alaydin, savolingizni berishingiz mumkin. Ho'p, assalomu alaykum o'rtoqlar. Men ismim Aloviddin, Uysot kompaniyasidanman, kommersiya direktor. Abduxabir aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Savolim bor edi. Mana hozir biza уже tashqi davlatlarga уже chiqib, mana Tojikistonda уже ofis ochdik, kengayapmiz sekin. Mana hozir Tojikistonni bozori biz misol uchun bir bo'sh va bir katta potensialli bozor sifatida hozir o'rganib chiqdik. Qaysiki u yoqda kengayish mumkin, lekin o'ziga yarasha nyuanslari, ya'ni tadbirkorlarni hali ITlashishga miyasi tayyor emasda har doim ham. Bu O'zbekistonda ham xuddi shunaqa narsa bo'lgan edi. Endi ma'lum bir vaqt bilan sekin bu qo'rquvlar yengib o'tib, nima uchun rivojlanish kerak ekanligini tushuntirishga ma'lum bir vaqt ketdi. Ana endi mana bugun hozir Bishkekdaman, Qirg'izistonda. Bu bilmadim qanday qilib o'tib ketib qolgan bir qancha kompaniyalar kelib juda zo'r o'rnashib olgan. Aynan bizning sferamizda, misol Bitrix 24, Adineslar juda bir mustahkam o'rnashib olgan. Shunga sizni fikringiz qanday? Ya'ni kim umuman ITlashmagan bozorga turni taklif qilish, sotgan ma'qulroq bo'ladimi? Yoki уже ancha tayyor bo'lgan bozorda, lekin konkurensiya qilib, tam konkurensiya sekin bitta-bittalar siqib chiqarish ma'qul bo'ladimi? Misol siz qanaqa qilgansizlar? Siz ham ya'ni shu Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bozorida siz ham borsiz. Misol Otabek aka ham borlar. Siz shu haqida agar bir qisqacha siz aynan qanaqa yo'l tutgan ekanligingizni aytsangiz, bir fikr olgan bo'lardim. Rahmat oldindan. Bu yerda oldingi qilgan xatolarimizni va hozirgi qilayotgan tajribamizni oladigan bo'lsak, bu ikkita narsa. Oldin qilgan xatolarimizni bu olib turib, partnyorni shundoq topib, chiqib turib va bu kichkina bozor ekan tashlab qo'yganimiz. Bu bizga ko'p narsa olib kelmagan. Lekin hozir ketayotgan strategiyamizda bozorni tanlayapmiz. Biza o'zimizni qiladigan ishimizni bu biza xohlayotgan natijani beradimi, bermaydimi, qancha pulga tushadi va kapitalizatsiyaga qancha ta'sir qiladi degan savol beryapmiz. Shunga nisbatan mutaxassis jo'natib borish yoki partnyorni o'zini toptirib o'ziga berib qo'yish yoki mana hozir Saudiya bozorida o'zim borib yashayapman ham shu yo'lni tanlash bo'lyapti-da, prioritetga nisbatan. Agar bozor tayyor emas deydigan bo'lsa, endi bozorni hajmiga qarab turib, agar bozor katta bozor bo'ladigan bo'lsa, bu hali tayyor bo'lmagan, borib turib tarbiyalaganiz yaxshiroq. Vaqt kelganda u yerda kim bor edi deganda siz chiqib turasiz, har bir spiskada hammani kallasida. Agar kichkina bozor bo'ladigan bo'lsa va tayyor bo'lmasa, bu yerda shogirdlarni yoki or-orida odam jo'natib turib tayyorlagan yaxshi deb o'ylayman. Bu ham subyektiv fikrim. Endi bozor katta bo'lsa, konkurensiya katta bo'ladigan bo'lsa, endi u yerda qanchada o'sha pirogga qanchasini ola olish degan narsaga o'ziga javob berish, savolingizga javob berishingiz kerak. Agar katta bozorda katta pirog ola olaman desangiz, katta bozorga borgan sirasi yaxshiroq, sababi sizda konkurentniy преимуществоларинgiz va qadamlarni bilsangiz, qaysi yo'llar bilan siz yutib keta olasiz degan narsani siz tezda katta ulush olasiz va yana aytaman, bu kapitalizmga ta'sir qiladi. Bu tanlovingiz sizda venture ketyapsiz yoki dividendli model ketyapsizdan kelib chiqqan holda bo'ladi ko'proq. Shuning uchun boshida baribir qo'lni tanlab qolish uchun kichkina bozordan eksperimentlar qilib boshlagan yaxshiroq, lekin baribir katta bozor qizig'roq. Sababi boyga aytib o'tganimdek, даже arab bozorida ham Birlashgan Arab Amirligi va Saudiya Arabistonini oladigan bo'lsangiz, qiyinchiliklaringiz sizda boshida bir xil bo'ladi, lekin keyinchalik oladigan natijalaringiz har xil bo'ladi. Rahmat javob uchun. Rahmat katta javob uchun, savol uchun ham. Baxtiyor Ravshanov so'ragan ekan, savol berish, marhamat. Assalomu alaykum. Savol. Bering savolingizni. Siz sog'liqlaringiz yaxshimi?
Aka, yaqinda Saudiyaga borib keldiz. Biroz kechroq qo'shildim, uzr, mana bu vebinarga. Saudiya Arabistonini Vision 2030ni o'qib ko'rdingizmi hech? U davlat qanday yo'ldan ketyapti, roadmap'i qanaqa? Misol, yaqin yillar ichida o'sha IT sohada o'zini davlatni rivojlantirish bo'yicha Yevropa va AQShga yetib olish potensiali qanchalik? Misol uchun 2034-yilgi jahon chempionatiga mezbonlikni qo'lga kiritdi u davlat. U o'zidagi nima resurslar evaziga shu darajada rivojlanib boryapti Saudiya Arabistoni? Shularga ham javob bera olasizmi aka? Qiyin savol bo'ldi. Bu yerda ko'proq sizni nima qilmoqchi bo'lishingizga bog'liq deb o'ylayman. Nega? Sababi siz borib turib bu davlatni rivojlantirmoqchimisiz yoki bu davlat sizni portfelingizdagi davlatlardan bittasi bo'ladimi? Shunga qarab turib ketishingiz kerak. Yana boyagi visionga nisbatan keladigan bo'lsak, bu siz katta korporativniy korxonalar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, siz o'rganib chiqishingiz shart bu visionni o'rganib chiqdik biza. Borganda shu korxonalarga siz gaplashayotganda bu avtomatizatsiyadan u nima oladi degan savoliga javob berishingiz kerak bo'ladi. San mana visionda mamlaqa muammolaringni yopasan degan javob bilan kelsangiz, ular ham baribir yollanmishchi ko'pi sразу o'zi uchun galchi qilib qaror qabul qilishiga osonroq bo'ladi. Shuning uchun o'ylayman, siz u davlatda borib yashamoqchimisiz, u davlatda nima qilmoqchisiz? O'shanga oddiy javob bering, bo'ldi. Keyin sizga detalniy uni ichiga kirishingiz shartmi, shart emasmi? Bundan aytganimdek, siz korporativ korxonalar bilan ham ishlamoqchimisiz, yo'qmi? Agar ishlamasangiz, yana aytaman, uni ichiga kirib ketish shart emas. Keyin aka, yana bitta narsa, o'sha Saudiya Arabistoni hozir Yaqin Sharqdagi Qatar va amirliklar singari potensialdami, ulardan ham kuchli bo'lish ehtimoli bormi o'sha startap va bizneslar bo'yicha va investitsiyalar bo'yicha? Investitsiyalar bo'yicha oladigan bo'lsangiz, bir necha milliard уже IT infrastrukturaga, IT startaplarga Saudiya Arabistoni уже pul tikkan va MENA bozorida eng katta startaplarga investitsiya ketayotgan bozor ham bu Saudiya bo'ladi. Liderlardan undan keyingilari bir necha marta ortda turibdi. Qo'shni davlatlarda ham baribir bu aholi soniga nisbatan kelib chiqasizda. Masalan, qo'shni davlatlarda 2-3 millionta aholida, Saudiyada bu 36 million aholisi borda yashab turgan va turistlarning soni ham juda katta. Shunga bu Haj va umradan tashqari. Yo'q, endi haj va umra ham bu sizni agar biznes anaqangizda, endi bizning sohaga oladigan bo'lsa, FMCG sohasi bo'lgandan keyin bu odam kelib ketadigan boshida, u mahsulot iste'mol qiladi, shuni hisobiga bu biza hisobga olamiz. Endi u bo'lsa bo'lmasa ham baribir hozirgi paytda Saudiya ochilgan bozori juda ko'p davlatlarga bezviza qilib qo'ygan. Shuni hisobiga bu uchib kelgan davlat, shuni hisobiga bu ular uchun juda kattakon plyus davlat uchun. Qo'shni davlatlar bilan solishtirsangiz, boyagi aytganimdek, aholi soni, imkoniyatlar soni hozirgi paytda Saudiyada katta. Buni siz boyagi savolingizga javob bermay o'tib ketdim yana bir qismiga, Yevropa va AQSh bilan solishtira olmaysiz. AQSh уже pishgan, pul tomondan yetarlicha va endi относительно demokratik davlat deymiz. Bu yoqda qirollikda baribir bitta odamni qaror shu farqi bor. Endi Yevropada qiynaladigan narsangiz bu bozor уже pishib bo'lgan, juda ko'p regulирование, ya'ni qonunchilikning asosida hamma narsa bor. Saudiya bozori ochilib boryapti. Ochilib borayotganda sizda foydalanib olishga, o'sha yerdan o'zingizni katta pirogdagi qismingizni olishga imkoniyatingiz bo'ladi. Tushunarli aka, katta rahmat. Rahmat javob uchun. Abduqodir aka, davom etsak bo'ladimi? Yana savolni so'rashyapti, agar vaqtingiz bo'lsa. Bor. Unda Abdurahmon Muxtorjon aka qo'l ko'targan ekanlar, ularga mikrofon yoqqan. Aha, bo'ldi, xo'p. Keyin Sherzod aka, keyin beramiz.
Assalomu alaykum. Ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Assalomu alaykum Abduqodir aka. Meni savolim shundaki, men Fiorla Farm kompaniyasi rahbariman. Biz asosan farmatsevtika mahsulotlari, biologik faol moddalar inson organizmi uchun zarur bo'lgan preparatlar ishlab chiqaramiz anchadan beri. Bizniki ilmiy asoslangan, hammasi o'sha patentlar, hamma narsa sertifikatlarimiz bor. Hozir bizda oldin ham startap qilganmiz, innovatsiyadan startap qilganmiz, Jahon bankidan investitsiyalar jalb qilganmiz startapga. Endi hozirgi holatimiz shunaqaki, biz biznesni optimallashtirish jarayonidamiz, kengayish jarayonida. Bu jarayonda biz IT sohasiga ham qo'l uryapmiz. Shunaqa yo'nalish bo'yicha, farmatsevtika sohasi bo'yicha juda ham qiziq loyiha bo'yicha qilyapmiz. Lekin hozirgi bizda Saudiya haqida gap ketyapti. Saudiya bo'yicha biz kechagina shu bular bilan uchrashuv o'tkazdik Toshkent shahrida. Shundaki, ular biz mahsulotga sotib olishga juda katta qiziqish bildiryapti. To'g'risi juda katta miqdorda. Endi biz uni qoplash uchun biz ko'proq oborotda ishlashimizga to'g'ri keladi. Hop, shunaqa holatda ular bilan qanaqa kelishuvlarni olib borsak bo'ladi va bizga yoki shunga qo'shimcha investitsiya bo'yicha qanaqa bir maslahatlar berasiz? Bu yerda sizni holatingizda endi men detalni bilmayman-da, to'liq ma'lumotim yo'q. Shuning uchun hozir nimadir aytgan narsam bu haqiqat hisobida olishingizni so'ramayman. Maslahat qiladiganim endi investitsiya ko'tarish va yangi katta bozorga chiqayotganda endi oddiy talab bor. O'zingiz uchun pitch deck tayyorlaysiz, film model tayyorlaysiz va go to market strategy deyiladi. Endi Pivot kanalida bu ma'lumotlar to'g'risida hammasi bor va asosiysi o'zingiz uchun data room degan tushuncha bor. Ma'lumotlarni bazasi o'zingiz uchun, investor uchun tayyorlasangiz, o'zingiz juda ko'p xatolaringizni, o'zingiz hisobga olmagan narsalaringizni ko'rib chiqasiz. Mana hozir mana bu muloqotimizdan oldin o'zimizni data roomni yangilab o'tirdim. Yana kundan kunga olayotgan ma'lumotlarni bitta joyga haqiqat sifatida saqlanib qo'yapman-da. Shunga tayyorlanishingiz kerak. Otsenka qanchalik otsenka ko'ryapsiz o'zingizni, bu realnisi va bozor berishi mumkin bo'lgani. Undan keyin o'sha sekin birinchi, ikkinchi, uchinchi investor bilan gaplashsangiz. Lekin boshida tavsiya qilaman, boyagi aytganim ham bu investitsiya kim bilandir turmush qurishga o'xshagan narsa. Bu degani siz ochiq bo'lishingiz kerak, ertaga birga yashashingiz kerak-da. Shunga ham o'zingiz uchun javob olishingiz kerak. Men investitsiya ko'tarishga tayyormanmi, yo'qmi? Menda qo'shimcha xo'jayin, rahbar desa ham bo'ladi, sababi отчет beradigan odamingiz bo'ladi-da. Shunga tayyormanmi degan savolga javob o'zingizga olganingiz yaxshiroq, ertaga qiynalmasligingiz uchun. Keyin bu boyga aytganda turmush qurayotganda, turmush o'rtog'ini qidirayotganda kimligi ham muhimda. Mana hozir biz investitsiya ko'tarayotganda juda ko'p korxonalar kelyapti. Men investitsiya beradigan takliflar bilan biz o'zimizni strategiyaga to'g'ri kelayotgan hisobiga juda ko'pchilik investorlarni rad qilyapmiz. Nega? Sababi bizaga biz xohlayotgan qadriyatni, qiymatni bermasligini hisobiga. Masalan, hozir maqsad qilganimiz $3 million ko'tarishga bir kichkinagina qismga. Lekin buni biz bitta investor bilan olib qo'ya olamiz, lekin bizga kelayotgan takliflar, korxonalarning taklifi juda ko'pini rad qilyapti. Hozir 2-3 ta tanlab olganmiz. Lead investor, asosiy investor va qo'shimcha investorlarni bizga ertaga o'sishimizga haqiqatdan ham foydasi tegadiganlar. Chunki shuni o'zingiz uchun ham qilsangiz foydali bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat Abduqodir aka. Bu yerda asosiy masala shundaki, biz 1 yildan beri ular bilan aloqadamiz. Ularni qiziqishi asosiy bizning mahsulotga. Biz mahsulotni berganmiz ularga. Ular o'zida sinab ko'rgan, natija bergan, ilmiy asoslangan bo'lganligi uchun bizda tajriba ilmiy asoslari bor.
natija bergan, ular o'zi taklif bilan tushyaptiki, investitsiyadan ko'proq mahsulot sotib olish bo'yicha. Mahsulotda ob'yomi juda ko'p miqdorda. Biz endi ularga mahsulot yetkazib berishimiz, o'sha bilan investor bilan, o'sha sotib oluvchi Saudiya vakillari bilan ishlashimiz uchun biz ko'proq ishlashimiz kerak, ko'proq ob'yomda chiqarishimiz kerak, to'g'risi. Shuning uchun bizga qo'shimcha bir investitsiya kerak bo'ladi, to'g'risi. Biz ularga aytdik, siz bergan o'sha ob'yomdagisini hozir chiqarib bera olmaymiz-da, lekin mana shuncha miqdordagisini berishimiz mumkin. Keyinchalik o'sgandan keyin uni sizga yetkazib berishimiz mumkin, deyapti. Ular shunaqa taklif beryaptiki, bu juda noyob taklif bo'lyapti. Oldindan ham berishimiz mumkin anaqani pulini degan narsa, chunki ularda bu natija ko'rsatgan mahsulot. Ularda effekt bergan, o'shanga qarab turib harakat qilyapti. Shunaqa holatda harakatda bir strategiyasini bir belgilab bersangiz, Abduqahhor aka. Bu yerda hozir ketayotgan narsangizdagi asosiy narsa bu o'zingizni imkoniyatingiz bo'ladimi bu pul olgandan keyin. Bu yerda endi building block degan tushuncha bor, endi planirованiyada shunga nisbatan o'tib ketganingiz yaxshiroq. Bu endi nima deydi? Mana muloqotda sizni strategiyangizni ko'rmasdan turib, imkoniyatlaringizni ko'rmasdan turib, mana qilish kerak deyolmayman, lekin tavsiya qilardim. Sel kitob bor, Elif Goldrattiki. Men aytayotgan keysingizni juda yaxshi tushuntirib bergan. Partiya tovar yetkazib berish bo'yicha. Agar anaqa bo'ladigan bo'lsa, keyin yana aloqaga chiqib turib, yana tushuntirib berishim mumkin. Ma'lumotlar olgan. Rahmat Abduqahhor aka javoblaringiz uchun. Xudo xohlasa kontaktlaringiz, maslahatlaringiz bo'lardi aka. Rahmat katta savolingiz uchun, Abduqahhor aka, javob uchun rahmat. Sherzod Abdurahmonov qo'l ko'tarib turgan ekanlar. Marhamat. Sherzod, sizga mikrofon berdim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Abduqahhor aka, hurmatli qatnashchilar. Hormay aka, charchamayapsizlarmi? Sherzod Abdurahmonov, IT Park Toshkent direktoriman. Abduqahhor aka, sizni akamiz, ustozimiz deb bilamiz. Bitta fikringiz va bitta savol bor edi. Hali venture investitsiyalar bo'yicha aytdingiz. Mana hozir O'zbekistonda venture fondlari geometrik progressiya tezligida ko'payib boryapti. To'g'ri, boshqa davlatlarga, qo'shni davlatlarga qaraganda kamroq-ku, lekin oxirgi yil ichida venture fondlar o'zimizniki yoki hamkor venture fondlar ko'payib boryapti. Va kichik startaplarga hozir o'shalardan pul olish, venture fondlardan pul olish juda bir nima desa bo'ladi, spaseniya, qutqaruv ko'rinishida bo'ladi u pul va ular shu pulga o'zini loyihasini masshtabirovать oladi, kattalashtira oladi. Lekin masalan tarixda bilamiz, xuddi shu masalan Larry Page ham Google asoschilaridan biri venture fondlardan pul olganida Larry Page o'zi juda katta qarshilik bildirgan, chunki venture fondlarni o'zi ozgina chuqurroq savol beraman, ruxsatinglar bilan, sal qiziqroq bo'lsin davommi. Gap shundaki, ko'pchiligimiz bilamiz, venture fondlar taxminan shu 20% ulushga kirsa, pul berganda va ular birinchi o'rindayoq u o'zini ulushini kimgadir sotib yuboradi yoki o'zini bir vakilini sovetga qo'yadi. To'g'ri, 20% bu 100% degani emas, bu kvorum degani emas, 50% degani emas, lekin shu 20% o'rniga kimdir usloviyasida, shartlarida pul berishda o'zini odamini qo'yadigan bo'lsa va u odam u kompaniyani shu paytgacha noldan qurilishida ishtirok etmagan odam kompaniyani boshqa tomonga yo'naltiradigan bo'lsa, boshqa tomonga yo'naltirishga harakat qiladigan bo'lsa, jamoadagi nima desa bo'ladi, настроенияni o'zgartiradigan bo'lsa, bu albatta juda katta salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun mana bilamiz, Elon Musk ham Zip2 birinchi onlayn spravочникni ochganida boshqa chetdan investorlar o'zini vakilini qo'ygan va urush janjallar bilan tugagan bu, yoki boshqa fondlar, Silikon vodiysi serialida ko'rsak bo'ladi, Richard Hendricks katta venture investordan hech kim pul olgisi kelmaydi, chunki u pul bersa keyin undan yaxshilik kutib bo'lmaydi. Shunaqa. Savolim shundan iboratki, kichik startaplarga, kichik loyihalarga venture fondlardan olingan pul bu najot bo'lib ko'rinsa, katta O'zbekiston sharoitida aytmoqchiman, katta startap, katta loyihalarga
katta loyihalarni yana ham kattalashtirish, masshtabiy qilish uchun venture fondlardan pul olinsa va ushbu pul bergan venture fondlar boardga, kuzatuv kengashiga yoki bir top menejmentga o'zini odamini qo'ysa va u kompaniyani strategiyasini o'zgartirishga harakat qilsa, siz bunga qanaqa qaraysiz? Shu holda pul olish kerakmi yo'qmi? Siz o'zingiz yuqorida aytdingiz, biz 3 millionga chiqazmoqchimiz dedingiz va sizlarga kelayotgan, men tushunishim bo'yicha takliflar bilan bemalol bu pulni jalb qila olasizlar investitsiyani, lekin sizlar hammaga ham qop deyotganingiz yo'q, hammani pulini olayotganingiz yo'q. Chunki bunga Xudoga shukr, faqat sharoitingiz yetadi, lekin shunaqa paytlar borki, yoki loyihani yopib yuborish kerak, yoki o'shalarning pulini olishimizga majbur bo'lib qolamiz. Shunga qanaqa fikringiz aka? Assalomu alaykum. Ashirsiz aka, bu yerda yaxshi savol bo'ldi. Ko'p uchraydigan O'zbekistonda, endi o'zim ham angel investorlik qilayotganda ko'p ko'ramiz klubda. Cho'kayotgan odam menga pul kerak, shuni bermasang, men cho'kib ketaman deydi. Endi men o'zimni fikrim, bu subyektiv fikrim. Erkinlikni kimgadir berib qo'ygandan ko'ra cho'kib ketgan yaxshiroq, agar sizda qo'lingizda hech qanaqa kozir bo'lmasa va narigi tomon sizni cho'kayotganingizni bilsa, ustingizga chiqib xohlagan ishini qiladi, sakriydi ham, boshqa narsa ham qiladi. Shuning uchun agar hali gipoteziz aniq bo'lmasa, olgan pulingiz sizni o'sishingizga yordam bermasa, pul olmagan yaxshiroq, proyektga olib borgan yaxshiroq yoki qayerdadir yollanma ishchi bo'lib turib, ishni davom ettirgan yaxshi deb o'ylayman, passivniy holda. Lekin siz уже gipoteziz sanab bo'ldingiz, 3 F'dan pul olib bo'ldingiz va уже faqat o'sishingiz kerak bo'lganda pul olsangiz yaxshiroq, sababi sizda bu yoqilg'i sifatida ishlaydi. Yoqilg'i sifatida ishlab tez o'sadi. Ular sizga nimadir o'zini anaqasini beradi deganda, endi bu boshlik kelishuvga bog'liq. Siz qanaqa kelishasiz? Sizni bordingizga kirib sizga diktavat qiladimi, yo'qmi? O'zi ko'p holda aqlli investitsion anaqalar sizga faqat maslahat beradi, rekomendatsiya beradi. Shu ish boshlaguncha sizni 2 yillik yoki 1 yillik planingizni tasdiqlatib oladida, tasdiqlab olgandan keyin o'sha oldinga yurib ketadi bo'ldi. Shunga bu yerda boshlayotganda kelishuvni to'g'ri qilgan yaxshiroq, qaysi hollarda u aralasha oladi, qaysi hollarda aralasha olmaydi degan. Tushundim, Abduqahhor aka, rahmat fikringiz uchun. Men aytmoqchi bo'lganim, mana IT parkda ishlab ko'p ko'ramiz, startap loyihalar keladi, qanchasiga yordam berishga harakat qilamiz. Venture bo'lmasa ham ofis boshqa beramiz. Ular masshtabiy qilish uchun, ertaga prosta rahmat deb qo'yish uchun. Men aytmoqchi bo'lganim, yosh, masalan, startapi bor va venture fondlaridan pul olmoqchi bo'lgan odamlar, bir necha yillar avval yillar davomida kredit olish muammo bo'lib, keyin birdaniga kreditni istalgan payt kechasi ham olsa bo'ladigan holat kelganda odamlar bilib bilmasdan kredit olib, ozgina qiynalib qolgan paytlarni ham ko'rdik o'zimizni. Men hamma savollarimni, fikrim O'zbekiston sharoitidan kelib chiqib aytyapman. Shuning uchun siz to'g'ri aytdingiz. Agar ertaga sizni strategiyangizni, loyihangizni umuman o'zgartirib yuborishga 20% kam deb hisoblaymiz, lekin aslida bu kam emas. Strategiyani o'zgartirib yuboradigan darajada kimdir investorlar o'zini odamini qo'yadigan bo'lsa, to'g'ri aytdingiz, undan ko'ra cho'kkan yaxshi, keyin u ideya qolaveradi, keyin uni vaqt kelganda, sharoit bo'lganda uni boshqatdan davom ettirishi uchun. Shuning uchun agar startaplarimiz buni eshitayotgan bo'lsa, yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Pul bor ekan, mana berayotgan ekan deb sirazi olib, ertaga uni последствиясini o'ylamasdan qilsa, ozgina xato qilgan bo'ladi deb o'ylayman. Bu meni subyektiv fikrim. Va ikkinchi savolim bor edi, Abduqahhor aka, siz bilan kitobga alohida mehrimiz bor. Shuncha akalarimiz, ukalarimiz eshityapti. 3 ta kitob aka. Qiyin savol bo'ldi. Siz bergan kitob aka, uzr, gapingizni bo'laman. 2 ta kitobingizni birinchisini o'qib chiqdim. Katta rahmat aka. Ikkinchisini o'qishni boshlaganman. Shu parallel kitoblar bor edi, uni tugatmadim. Birinchisiga juda katta anaqa bo'ldi. O'shani o'zingiz ham aytsangiz bo'ladi, juda foydali kitob deb o'ylayman mana. Bunda birinchi boyga oldingi tugatadigan bo'lsa, bundan oldin bergan savolingizni temasini, bitta savolga har doim o'zimga beraman. Kim bilandir
ishlayotganda san qullikka rozimisan deyman, ha yo'q degan savolga javob olib turib oldinga yuraman. Shuning uchun tavsiya qilardim, sizlar qullikka rozimisizlar degan narsaga, sababi cho'kayotganda nimagadir rozi bo'lib qo'ysanglar, butun umr sizlarning karyeranglarga, tajribalariga bu ta'sir qiladi. Kitob bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bu darajaga qarab turib deyman, men to'g'risini aytganda yangi boshlayotgan odam baribir oddiyroq kitobdan boshlagani yaxshi. Imkon boricha ingliz tilida, yo'qmasam rus tilida, endi oxirida topilmaganda o'zbek tilida o'qishni tavsiya qilaman. Sababi o'zini original tili va kitobni yaxshiroq va avtori butun fikrini, nima demoqchi bo'lganini bilasizlar. Va bizda endi ko'p kitoblar rus tilida, bu yerda ham уже anchadan beri tajribali mutaxassislar tarjima qilishadi. Bizda endi hozir rivojlanib kelyapti. Bu yerda boshlayotganlarga men nima tavsiya qilardim? Endi rus tilida bizda bor, o'zbek tilida afsuski sifati juda yomon tarjima qilingan edi. Bu Sam Bogat Человек в Вавилоне degan kitob, Vavilondagi boy odam degan kitob bor. Bu Jorjmi Samuel degan odam yozgan anaqasi, qanaqa qilib ish boshlash, qanaqa qilib maslahat olish, qanaqa qilib qarzdan chiqish, qanaqa qilib boyish to'g'risida ketgan. Bu juda ko'p biznes kitoblar shu kitobga ссылаться qiladi. Keyingisi men o'zim uchun yoqqan kitob bu Jon Kexoni Деньги, успех и вы degan kitobi bor. Pul, omad va siz degan tarjima bo'ladi. Bilmadim bu kitob o'zbek tiliga tarjima qilishmaganini. Bu yerda kitobda har xil keyslar asosida kitob yozilgan. Bu bunaqa ko'rgan, bunaqa qilgan, bunaqa tajriba kelgan degan narsada. Keyingisi menga yoqqan 3-anaqa turadigan kitobim bu Brian Tracy Nauka денег. Science of Money degan anaqasi bor, kitobi bor. Buni tavsiya qilardim. Endi bu ketgan spiskasi bu tajribaga nisbatan endi sal o'sib borgan sari keyin Cel bor, keyin klientdan жизнь bor. Endi baribir qanaqadir etapga chiqib qolgandan keyin o'sha o'rta mutaxassislikka chiqqanda bu 7 навыков высокоэффективных людей, samaradorli odamlarni 7 anaqasimi degan tarjima qilishgan edi. Shunga qarab keltiriladi. Bu boshlang'ich kitoblar hammasi. Endi undan uyoqqa o'tadigan bo'lsangiz, Good to Great va Bliss Scaling degan kitob bor. Bliss masshtabирование. O'zbekchaga adashmasam bu kitobni ham qilishmagan edi. Bular уже biznesni masshtablashtirayotgandagi kitoblar deya olmayman. Endi bu spiska ko'p. Men o'zimda blogimda bir keltirgan edim. U bilan bir bo'lishaman yana boshqatdan. Boshlang'ich 10 ta kitoblar, keyin уже rivojlanayotganda sohaga qarab turib kitoblarni tanlash. Lekin qanaqadir уже sizda kitob o'qish bo'yicha tajribangiz bor, o'qishni уже matematikaga o'xshab ketiladi-da, oldin qo'shish ayirishi, keyin уже kasrlarga o'tasiz, logaritmlarga o'tasiz, keyin vishmatga o'tib ketganingizda bu yerda kitob o'qishda bilim olishda shu bo'lganda, lekin har doim menga yoqadigan kitob, juda ko'p qaytadigan kitobim bu Cel $50 bor, Goal degan biznes protseslarni qo'yish, узкие местani topish bo'yicha. Buni даже jamoa bilan ham o'qisa juda foydali bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat kattakon Abduqahhor aka. Men ham fikringizga qo'shilaman. Jorj Kleyson Vavilondagi eng boy odam. Bu hamma uchun universal kitob deb o'ylayman. Keyin u yog'ini endi to'g'ri aytdingiz. Kasbga tanlagan yo'nalishiga va hozirgi biznesdagi uni roliga bog'liq. Aka kattakon rahmat. Sizni eshitganimdan xursandman. Maza qilib eshityapmiz. Rahmat. Shervzdagi rahmat sizga ham. Hamma chatlaringizda qatnashib turing. Yaxshi savollar berdingiz. Abduqahhor aka, boya Furqat aka savollari tugamasdan o'chib qoldi internetlari, shuning uchun yana qayta ularga mikrofon berdim. Marjon startap edi. Rahmat imkoniyatdan. Abduqahhor aka, savolimizni to'liq bergan edim, javobingizni ham qisman eshitdim. Faqat oxirigacha eshita olmay qoldim, aloqa bo'lmay qoldi. U savolga qaytmoqchi emasman. O'zi umuman hamma berilgan savollar, javoblar juda ham sifatli, yaxshi bo'lyapti. Mazza qilib eshityapman, hozir Shehzod aka aytganlaridek. Rahmat.
bitta menda boshqa savol bor edi. Man FMCG bozorida bitta og'riq bor, bilishimcha. Analitika yetishmaydi ko'pchilikda. Ya'ni boshqa rivojlangan bozorlarda Nielsenga o'xshash katta analitik kompaniyalar bor. Bozorni har xil razrezlarda, qismlarda analitikasini taqdim qilishadi, sotishadi. Men aytmoqchi edimki, bilmoqchi edimki, sizlarda mana misol uchun bu yerda hozir Otabek ham borlar, sales doktor ham. Otabek, siz birlashsanglar o'z bozorni juda katta qismini egallagan o'sha anaqasilar, o'yinchisizlar. Ikkalovilarni dandilarni yig'sa yoki balkim o'zizniki ham yig'ilsa, bozordagi o'sha FMCG tovarlarini hajmi, sotilish tezligi va hokazo juda ko'p ma'lumotlar o'zingizlarda bor-da. Shularni Nielsenning o'rniga O'zbekiston bozori uchun analitik ma'lum produkt sifatida sotish rejalar yo'qmi? Chunki FMCG kompaniyalar odatda marketing исследованиясida qiynalishadi, har xil kompaniyalarga murojaat qilishadi. Ular kuch sarflab, qanaqadir resurslar sarflab, vaqt sarflab bir necha oylar davomida исследованиялар qilishadi, chunki ochiq ma'lumotlar yetarli emas. Soliq cheklaridan yig'ilsa, yana bozorning seriy qismi ko'rinmay qolishi bor. Yana qayerdandir ma'lumot olinsa deylik, korzinkadan olish mumkindir, lekin korzinka butun bozorning hajmini to'liq ochib bera olmaydi. O'ziga yarasha qaysidir sloy uchun ochib berishi mumkin, lekin butun bozorni ochib bera olmaydi. Lekin sizlarda men ko'rishimcha shunaqa imkoniyat bor, data room katta, shu ma'lumotlar yetarlicha bor deb o'ylayman. Shu narsani bir mahsulot sifatida bozorga olib chiqish niyatinglar bormi yoki yo'qmi? Boya birinchi savolimni ham javobini oxirigacha eshita olmay qoldim, balkim o'sha yerda aytib o'tgandirsiz. Men shunaqa ham javob berasiz deb o'ylagan edim. Agar bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman, yoki bo'lmagan bo'lsa men shu to'g'risida niyatinglar, rejanglar bormi? Shu to'g'risida ham bir ma'lumot bersangiz. Bu savolingiz bo'yicha bu sal nozik savol bo'ladi. Sababi bu yerda biza o'zimiz SaaS produktimizni mahsulot sotamiz. Bu ichidagi ma'lumotlarga bizga kirishga birinchi o'zimizdan himoya qilganmiz. Shuni hisobiga bizda bugungi kunda bunga huquq yo'q. Mijozlarimiz orasida kelishuvga asosan. Lekin hozir platforma tayyorlayapmiz. Bu bo'yicha xudo xolasa yaqin orada yengillik bo'lib qoladi. Maqsad bor. Bu bo'yicha ketyapmiz. Yaqin orada xudo xolasa chiqaramiz. Shu Otabek bilan ham hamkorlik qilyapmiz va boshqa o'yinchilar bilan ham hamkorlikni hozir ko'rib chiqib, bu qanaqa qonun doirasida to'g'ri bo'ladi, etikaga qanchalik to'g'ri bo'ladi degan yo'nalishda. Tushunarli ham Qahhor aka, rahmat. O'zimman siz xaridorlaringizga ana ofertaga o'xshash shuni ma'lumot boshida shartnoma imzolayotganda o'yinchilarni otini ko'rsatmagan holda men kategoriya bo'ladi-yu, deylik shirinlik, napitka, suv va hokazo kategoriyalar bo'yicha sizlar ma'lumotinglarni analitika uchun foydalansangiz, buning uchun qanaqadir chegirmalar yoki o'zingizlarga shu analitikani tekinga taqdim qilamiz yoki qanaqadir chegirma bilan taqdim qilamiz desanglar, men o'ylashimcha unaqa katta muammo bo'lmaydi, chunki unaqa konfidensialniy danni emasda, falon kompaniya shuni sotyapti degan narsa bo'lmaydi. Shu kategoriya, shu oziq-ovqat yo'nalishidir, non fooddir, mana shu kategoriya, mana shu mahsulot, mana bunaqa dinamika bor degan ma'lumotda o'zi asosan ko'pchilikga qiziq bo'lgani. Bu bo'yicha nozik joylari bor. Shuncha ishlayapmiz hozir. Birinchidan bu nafaqat mijozlarga oferta qilib kirgizish, bu mijozlarni ma'lumotlarini to'g'irlashga yordam berish kerak. Sababi hamma ham bugungi kunda to'g'ri ma'lumot yig'maydi. Bizda nega O'zbekistonda sun'iy intellekt ishlab ketmaydi degan savolga men oddiy javob berardim. Bu savol bo'lsa, bizdagi ma'lumotlar to'g'ri emas yoki buni sifati juda past degan narsa bilan shuni hozir ustida proyekt qildik. Hozir shuni to'g'irlash harakatidamiz. Alloh manfaatli qilsin. Rahmat javob uchun ham Qahhor aka. Rahmat savol uchun ham, javob uchun ham Qahhor aka. Yana ikkita odam qo'l ko'tarib turishgan ekan. Bittasi Ayub Tashmuhammedov, ancha bir 20 minutdan beri mikrofon berdim shularga.
imkon bo'lsa o'zi yana alohida mani o'zimda chat yozishi yo'q, yig'ib berishsa keyin alohida yana javob berardim. Hozirda уже yo'lga chiqishim kerak, uchrashuv bor edi soat 10da. Aha, tushunarli. Rahmat Abduqahhor. Aha. Vaqtingiz uchun rahmat. Sizni eshitib xursand bo'ldik. Har doim manfaatli fikrlar berasiz. Demak, Furqat aka, Koder, Ayub Tashmuhammedov, sizlar savollaringizni kommentariyaga yozsanglar, biz Abduqahhor akaga yetkazib qo'yamiz. Bugungi chatimizni yakunlaymiz. Bu chatni video tarzida yozib YouTube'ga yuklaymiz va o'sha yerdan yana qayta ko'rib olishinglar mumkin. Rahmat hammaga. Abduqahhor aka, tilaklaringiz bo'lsin. Rahmat. Sizlarga rahmat kattakon. O'zbekistonda startap tizimini rivojlantirish, bu yerda ma'lumotlarni, bilimni oshirishga yordam berayotganinglarga hammaga tilagim, startap boshlayotganda, proyekt boshlayotganda o'zi bu proyektga men qanchalik umrimni sarflashga, vaqtimni sarflashga tayyorman degan savolga javob berish kerak va boyagi bo'lgan savolga o'xshab turib oxirgi shu najot deb investorni ko'rish kerak emas deyman. Shuning uchun qilayotganda bilim olib turib, bu menga nima beradi degan savolga javob berishsa, o'ylayman muvaffaqiyatga erishiladi va bilim olishdan charchamaslik sababi natija bu boshqalarni bilimini ustida qurilgan va bu bilimlarni sizlar olishinglar nimadir xatolarni qilmaslikka olib keladi. Shuning uchun har doim bilim bu najot deb kelaman. Rahmat katta. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Chatni yakunlayman. O'sha aytganimdek, YouTube'ga chiqamiz. Rahmat. Xo'p.